Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2024 yıl 7. ayının 23. günü vatandaşım. Yettinci ayının 23. günü haftaga seyşembe şundaki vatandaşım. Bugünkü vaziyetimiz mundaq. Bugünkü vaziyet iki taraftan. Birinci Amerika Qo'shma Shtatlarida saylanma tayyorlik. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden saylanma qatnashmaydiganligini e'lon qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Kamala Harris hozir saylanmaga tayyorlik qilyapti. Masalan, prezident Joe Bidenning o'rniga saylanma qatnashish uchun tayyorlik qilyapti. Torbatları köplep münazirler şu doğruda kitabatıdı. Bu bir vaziyet, ikinci vaziyet hazır. Bu vaziyet ki ben sel heyran kılıp duruvatı ben karan. İkinci vaziyet Cungo tarafından vaziyeti. Cungo tarafından vaziyeti birinci. Cungo taraf hazır Filipin bilen Cungo oturusu vakitli kelişim hasıl kıldı. Yani Tumaşal arıların Ayçav arlı etrafıdaki talaştatış. Yoki bu arlıqda yüz bergen bir qism to'qinishlar arlıqdiki, muşlarning hammasini to'xtatish to'g'risida bu tarafda bir tinchlik. Yani o'zaro talash tortish qilmaydigan bir tinchlik orzular bo'yicha hozir Filipin bilan Jungo o'rtasida vaqtliq deyildi, hozir bir kelishim imzolandi. Bu bir nuqta. Ikkinchisi, hozir Jungo Kompartiya hukumati va tashqi ishlar ministri Wang Yi efendi hazır Ukrayna'nın Tashqi ishlar ministri Kolbani Beijing'e 4 günlük ziyaretke çakırdı vatandaş. 4 günlük ziyaretten ha bunu görün ha. 4 günlük ziyaretke çakırdı. Hazır Kolba bilen qandaq sözleşti ve nimelerni deyişti. Wang Yi, Jungo'nun Tashqi ishlar ministri, ondan Ukrayna'nın Tashqi ishlar ministri Kolba o'rtasida yuz bergan suhbatning mazmuni yeziq shaklda kelmadi vatandaş. Biroq hozir Kolba Beijing kelib bo'ldi. Bu bir ish. İkincisi ketdi. Uchinchisi, hozir Jungo hukumati mushu kunlarda Falastinning ichidagi Falastin davlatining yoki Falastin millatining har qaysi taraf kuchlarini mesela hazırki ahvaldan qaraganda bu kuchlarning umumi soni 14 guruh. 14 guruh bu tashkilot. Bunun içinde en asaslı Hamas bilen Fatah. Muşularni Beijing'e elip gelip ularni kelishtirib Milli İttifaqlıq hükümeti qurishni ilgari surib ve Beijing xitobnomasi e'lon qilib qolsa vatandaşa Beijing xitobnomasi e'lon qilib hozir Falastinni yarashtirdi. Milli İttifaqlıq hükümeti quruldi degan xabar buga yetib keldi. Mana 3 masala vatandaş. Bu Jungo'nun ifadesiga ajoyib bir ifade. Onundan keyin anda yana bir aytimizki eng muhim balki eng nozuk bir xabar shu bo'ldiki, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Avam palatasi Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitetining raisi yoki lideri Johnson Mollner Amerika Qo'shma Shtatlaridagi dangdor jurnal Newsweek yaptığı xabarla jurnaliga bir parça maqola yazib, bu maqolaning mavzusi nima deb qo'yildi qarab turing. Bu maqolaning mavzusi Xi Jinping biz internet tomlarini o'rib yetayli. Tushundingizmi? Esingizga nima keldi? 1987 yıl 6 ayning 12 günü G'arbiy Germaniya bilan Sharqiy Germaniya o'rtasidagi bir kichik shaharchada bir yo'lda Brandenburg ko'chasida notoq so'zlab shu vaqtdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Reagan shundoq degan edi. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Batamni örüp biteyli. Berlin temini örüp biteyli. Degan edi. Bugun endi Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata Jungo meselesi bo'yicha favqulodda komitet boshlig'i Johnson Moliner apandi Xi Jinping biz internet tomlarini örüp biteyli. Bu chaqiriq tasodifiy o'tirg'i chiqib qolmaydi vatandosh. Bu mundaq siyosat bu Jungoning eng nozik siyosati. Jungo Kompartiyasining eng nozik, Jungo Kompartiyasi aytganda intayin muqaddas. Yoki qonunmi, umu, bumu hech qanday kor qilmaydigan bir mustabid hokim, mutlaq hokimiyatning tashviqotni, internetni, so'z matbuot erkinligini tamom kontrol qilishdan iborat bundoq nozik masalada birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarining Avam Palatasi Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitetining boshlig'i Moliner apandi Nebisvek'te shundoq maqola e'lon qildi. Endi hozir ko'ramanki, men bu xabarni degan ko'rgan edim Amerika ovozida. Amerika ovozi ko'rib, saqlab buni atiga tayyorlayman vatandoshlarga degan edim. Hozir qaraymanki, endi vatandosh ko'rdingizmi? Hozir qaraymanki, mundaq bir xabar qayerda Van Bitorbeti e'lon qilinibdi. Nim debdi desangiz, Wang Yi. Bu Wang Yi'lik diplomat Wang Yi emas. O internet torbetleri xos bo'lgan cho'ng bir kompaniya Jungoda. Wang Yi Jungoda so'z matbuotni boshqarishni bo'shashtirildimi? Jungoda so'z matbuotni boshqarish bo'shashtirildimi degan xabar e'lon qildi deydi. Bu mavzuda xabar 7-oyning 23-kuni Van Bitorbeti e'lon qilindi deydi. Tushundingizmi? Jungo uzundan beri so'z matbuotni qattiq boshqarib keldi. Mana bu xabar deyilibdi. Hatta universal ijtimoiy matbuotlarda shirkatlar qurildi. Ya'ni qanday shirkatlarda senzor qattiq tekshirish. Siyosiy orq ko'rinishi, har bir xabar, har bir gap, har xil maqolaning orq ko'rinishi. Siyosiy orq ko'rinishi qattiq senzor qilish, tekshirish shani qurilgan edi. Fuqarolarning torbetlardagi inkas fikrlarini nazorat qiladi. Haqiqiy energiya deganni tashviq qiladi, davron qiladi. Enanga bosh qadamlarni moslashtiradi degandek. Mushunda xabar yetib keldi vatandosh, qarang. Men Amerika Johnson Moliner apandining bu to'g'ridagi Nebisvek yozgan maqolasi. Helaqa mavzu ostida Xi Jinping biz internet tomlarini örüp biteyli degan mavzudagi maqolasi to'g'risida xabarni anglab, hozir qancha bo'ldi soat? Hozir 2 bo'ldi. Hisobda 6 soatdan keyin Beijingdan bu xabar yetib ketdi Van Bitorbetiga rasman. Shunam siz vatandoshim so'z matbuot huquqini qo'yib yetishga taraddud qildi Jungo Kompartiyasi desangiz, buning sababi nima? Buning sababi tunugun ochilgan 3-umumiy yig'inga munosabatlikmidi? Ondan bugün Yaponiyadagi Johnson deydigan dediki, hozir Jungoda siyosat havosida intayin zo'r o'zgarish yuz berdi deydi. Bugün söz dedi, o'zgarish yuz berdi dedi. Ening eg'il og'ini faqatla Sishan Gayzo. İdeyani o'zgartish. Bu mavzuning tug'ilgan kundan boshlab hozir so'zlab kelib o'tgan so'zi Jungoliqlarning biroq Sishan Gayzo hozir ideyani o'zgartish 3-umumiy yig'inda shunda o'tirib qo'yilgan bo'lsa, shuningga munosabat qildi matbuotni bu darajada qo'yib yetishga tayyorlik qilgan bo'lsa, yoki qisman doirada qo'yib yetgan bo'lsa, vatandoshim bu Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatidagi qanday o'zgarishdi vatandoshim? Bu ajoyib katta o'zgarish qarang. Söz matbuot erkinligi deysiz, biz shundoq deymiz, bu oddiy gap emas. O bir og'iz gapni qilib olish, bir parcha maqolani yozib olish, bir ishki shuarni ortiq tovlib olish emas vatandosh. Söz matbuot erkinligining tagida söz matbuot erkinligiga xos bo'lgan va yoki asos bo'lgan mulkchilik huquqi to'g'risidagi falsafa bor vatandosh. Söz matbuot huquqi amaliyotda mulkchilik huquqi degan gap vatandosh. Mulkchilik huquqi andin sovrin, siyosiy sovrin huquq, davlat egilik huquqi degan gap vatandosh.
Muşundaq noktada mesela matbuat erkinliğini koyuvetti, millikçilik hukukunu koyuvetti. Alaylıma köz aynak menin deyişke hakkınız buldu. Bu köz aynakni Xitay közüge takap jürmeydi. Meninki maňa has, seninki saňa has. Söz matbuat erkinliği manımış. Senin menfaatin neydi? Menin menfaatim neydi? Mülkçülük yani iktisat kurulma. Senin menfaatin neydi? Menin menfaatim neydi? Bu söz matbuat erkinliğinin negizi ve felsefi asas. Adeti gebimiz başta ettim bu bir haberini yazıp eleş, bir şiir, iki kuplet şiirini ilan kılıp eleş, bir hikayeni yazılıp negemez vatandaş. Bu demek bir devlet işte iki xil hukuk. Bunun umumu atılışı savrun hukuk. Siyasi hukuk, siyasi müstakillik hukuku. Müstakil devlette size keltiriş hukuku Uygur için etkanda. İkincisi iktisadi hukuk. Yani mülkçülük hukuku. Ma yer zemin kimden, ma köz aynak kimden deyiş hukuku. Muşunun yüzü söz matbuat erkinliğinin felsefi asası mülkçülük hukuku değilse. Bugün Xitay Kompartiyası söz matbuat erkinliğini koyuverse, Amerika Qoşmuş Ştatlarının Devlet Meclisi Avam Palata azası ve Avam Palata Fevkalade Cüngü Komitetinin reisi Moliner Efendi çakırık kıldı. Xi Jinping biz müdafiye görüşü yani söz matbuat sahasında internette müdafiye görüş tamlarını örüp taşlaylı dedi. Aynı çağda Prezident Reagan Rusya'nın Kompartiya sekreteri Sabık Sovetlerinin Bolşevik Partisi'nin Gorbaçov koşundak degeni de biz Berlin temini örüp taşlaylı. Gorbaçov ve Prezident Reagan ağzıdaki Berlin temi bugünkü ende Johnson Muller Efendi. Fevkalade Komitet reisi bilen Xi Jinping'e koyulgan çakırıkның mavzusu okşaş, maksat rayımı okşaş. Bu yerde Berlin temi işki Germaniyanı ayrı etken. Bu yerde internetin müdafiye görüş tamları insanlarını gep kılış hukukunu ayrı etken. İnsanların söz matbuat hukukunu gep kılış hukukunu ayrı etken vatandaş. Bana şundak geldi. Reis Xi Jinping sizi kollaymiz. Muşu vakitte siz muşunu kılıvatsız sizi kollaymiz. Lekin sizi kollaganlık herkes Uyguristan'da elip bağan Uygur kırgınçılığını kollaganlık emez. Şunu siz bir yerde şundak eğitimiz ki hazır Palestin'de 14 teşkilatını birleştirip sizden diplomatınız Wang Yi Palestin'de Milli İttifaklık hükümeti kuruptu. Ben sual koyman Reis Xi Jinping Efendi. Bundak vaqta sizden muşkılıvatkan işlerinizni dünya karışalıdı. Eğer raslı olduğun bolsa, et ögün bolmasa, endi siz Tibet bilen bolgan münasibetle kanda bir taraf kılısınız. Uyguristan bilen bolgan münasibetle kanda bir taraf kılısınız. Bu münasibet mustemliki kılış ve mustemlikçilik münasibetidir. Bulup Uyguristan meselesi doğrusu 2023 yıl 11. ayının 3. günü Çekya'da açılgan mutafekkurlar ve oğlumlarının yığınında Uygur meselesini kişilik hukuktan alıp çıkıp hazır mustemlike meselesi dercege yetip geldi. Mustemlikenin manisi xilmi-xil düşendiriş buldu Reis Xi Jinping. Bugün siz Palestin'de 14 teşkilatını birleştirdiniz ve Millet İttifakı, Milli İttifaklık hükümeti kurdunuz. Endi Uyguristan meselesi kandak kalkılısız, Tibet meselesi kandak kalkılısız. Hazır söz matbuat erkinliğini koyuvetkiniz rastlı bulduğun bolsa Uygur'un internetlerini kaçan eşip etsiz, Uygur'un internetlerine ve teşvikat targıbatlarga münasebetlik kaldı. Gumallı kol kılıngan töz deperden artık Uygur ziyalilerine kaçan türmeden koyup birisiz ve cezalarını kaçan bikar kılısız. Bu nöbetki mühim mesele. Muş meselelerde ilgar kadem taşlaydıgan bolsanız, aldığınızda bir kadem taşlaydıgan bolsanız, siz de dünya karışalı doğru Xi Jinping, Tibet'le karışalı doğru, biz hem sizden bu hareketinizle karışalımız.
Buni tinch yo'l bilan bartaraf qilish. 7-oyning 12-kungi kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden shunda qonunga imzo qo'yib, tinch yo'l bilan, ya'ni Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Bu ham Tibet uchun o'xshash, ham Uyg'uriston uchun o'xshash. Alqishlaymiz Rais Xi Jinping. Agar mush siyosatni mush tariqada qarab turing, hozir men hayron qoldim dedim, Rais Xi Jinping masalan Jungoda matbuot huquqi qo'yib etildi, matbuot huquqini boshqarish qo'yib etildi desa, bu qaltis gap. Buning da var Rais Xi Jinping, siz ayni vaqtda Rossiyada o'g'il bola yo'q. Rossiyada o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, Rossiya parchalanmaydi degan edingiz. Ahirda siz ta'kidlagan bu o'g'il bola Ukrainaga tajovuz qilib kirdi, ham qo'lladingiz. Endi bu siyosatlar pastgo'yga tushamdi. Endi bu siyosatlarni xalqaro jamiyat topshirib o'zgartamsiz. Masalan, Rossiyani qo'llamaydigan, Rossiya bilan Ukraina suhbatini asli keltirib, tinchlikni oshiradigan ishlarni asli keltiralamsiz. Shuning uchun xizmat tashlamsiz. Mana Kolbani bugun Beijingga elib beribsiz. Kolba Ukraina Tashqi ishlar ministri Kolba Beijingda. Falastinning Hamas tashkiloti, Fatah tashkiloti Beijingda. Tibetlar bilan, Uyg'urlar bilan ayrim so'zlashib, Uyg'urlarning siyosiy talablarini, ya'ni mustamlika munosabatni uzil-kesil uzib tashlash. Rais Xi Jinping. Chunki bu yerda Uyg'urga nisbatan paketimiz, tarixiy paketimiz oldingizda turibdi. Shibay Pojg'ini ikki qatimliq Moskva suhbati va Moskva shartnomasi so'rash Xitoyning tarixiy paket oldimiz turibdi. Davlat qurgan Uyg'ur, mustaqillik jakarlagan Uyg'ur, bugun bu davlatini, bugun bu mustaqilligini keltirish kerak. Matbuotni qo'yayotganimizni alqishlaymiz. Rasmi ayt sinab baqamdiq. Avval Uyg'urlarnikini qo'yayotsangiz qaltis gapmi? Bu yana Jungoda, Beijingda, Guangdongda u yerda qo'yayotdik, chet ellarga echib televiziyaga qo'yib, o gaplar hisob emas. Bugun bu matbuotni birinchi bo'lib Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uristonda echib etishingizga qarshilamiz. Rais Xi Jinping, mana buni vaziyat deymiz, mana buni Jungoning vaziyati deymiz vatandosh. Hozir Jungo tarafdan kelayotgan vaziyat mana shu vaziyat. Men hozir bir ishini bir ishonmay bu ishga sizlarga so'zildim, vatandoshim. Buni endi bir 2 kun, bir hafta 2 hafta kutib boqamiz. Hozir boshda aytdim, Beijingda yuz bergan 3 Ukraina, Falastin va Filippin bilan vaqtli kelishim imzolash. 3 nokta ketdi deyli. 4-inchisi eng jiddiy o'zgarish matbuot huquqini kontrol qilishni, nazorat qilishni, cheklashni, senzor qilishni va boshqa har bir cheklash turlarini va cheklash tadbirlarini amaldan qoldirib, matbuot erkinligini qo'yib o'tish deganni alqishlaymiz Rais Xi Jinping ya. Alqishlaymiz butun dunyo. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitet raisi Johnson Mueller'ni yozgan ve Newsweek yoki haftalik xabarlar jurnaliga Amerikada yozgan Rais Xi Jinping, biz internet tomlarini o'rib etaylik. Biz bu chaqiriqni qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palatasi Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitetning raisi Johnson Mueller sizdan bu yozgan xatingizni Newsweek'ga va Jungo'liq yoki Xi Jinpingga e'lon qilgan chaqiriqingizni himoya qilamiz, qo'llaymiz. Gapning tuguni mishadi, gapning jini mishadi. Bundan keyin Tibet masalasining hal bo'lishi, Uyg'uriston masalasining hal bo'lishi mana shunday gap bilan. Chunki prezident Joe Biden tinch yo'l bilan Tibet to'g'risidagi qonunga imzo qo'ygan. Gap bilan, tinch yo'l bilan. Xuddi Yevropadagi Chexiya va Slovakiya asli bir millat, bir davlat, hozir 2 millat, 2 davlatga so'z bilan, gap bilan, dialog bilan ayrilgandek, mana bu jahon qarshi oladigan, himoya qiladigan Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatidagi tinchlikning negizlik va yadroliq
Məzmunudur. Hazır Palestin'de 14 teşkilatda bu halı keltügen boz ätögen. Onsa bir haberde hazır İsrailiye'nin veziri Netanyahu Washington'a kelip Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Joe Biden bilen görüşüdiken vatandaş. Demek bugünkü Cungo'ga münasebetlik, Amerika'ga münasebetlik vaziyet vatandaş. Endi bunun tefsili haberlerini görürsüler. Bunun birinci mavzusu neme deyimiz deseniz, bunun birinci mavzusu evvel biz, endi evvel hazırki Amerika Qoşma Ştatları Avam Palatası Cungo meselesi boyunca Favqulodda komitet reisi Cungo'nun internet tamlarını söküp etiş gerek dep çakırık kıldı degan haberinin konkret materyalini görürsütündir.